Oy, Yasin. Sen sağ çıkanda tezli yenip çıkıpsan o. Biraz sana akıl öğrettim o nime? Sizde kim evetti? Beni alınca Zeki evet. Ha. Siz nerede avukat kılsınız? Ben icad advokat o'rniga keldim. Satolni so'rab qolmasam, sizlar bir yilda qancha pul topsizlar? To'ysiz buni so'rab qoldingiz. Sizlar advokatlarni bak qolsadan nachun shunga qiziqib qoldim. Ben bir yilda 500 ming oldim. 500. Bundan olsun. Ben sizga bir yilda 1 million beray. Bundan shaxsiy advokatimni qiramsiz. Chaqchaq qilyapsiz ya. Ay. Bundan olsun. Başta telefon ketib olaylik. Telefon ketib olaylikmi? Naqashlaysiz. Bu ma sizga bergan zakada 200 mingni ishlatib turam. Qaqindan lekin ko'rishgan chog'dan lekin siz asqatga yana ko'p. Aytib bir ko'rishib tavsiya deyishamda. Ma'qul. Chada yo'q. Asa telefon ishla. Hadi görüşürüz. Oldin qitim oltunlarning kelish manbasini saqchilarga deb berib chiqsam. Bu da yana saqchilar chaqiribdi. Demak, meni birisi cho'qim saqchilarga chiqib qo'ygan gap. Zodi kimdi? Norimanda buncha ko'rak yo'q. Salaydin saqchida. Yana kim bor? Kim bo'lsa bo'lsin, uni cho'qim deb chiqaman. Kelgusida hamkorlik emas, siz degandek bo'lsin. Ma'qul bo'ldi. Bu ishlarni sizga topshirib menda xotirjam bo'ldim. Biraz to'g'ri qilib qo'ydim. Yasin boyvachcha. Sen hech bu zo'nqon topgan deyibsan-ku. Qayerga ketibsan-da? Biraz Sağçıqandı yası qanday oldu-ki? Belanğa soğuk o'tib qolmaganda? shunda yaxshi bo'ldi-ki. Tayini yo'q odamlar bilan aralashganda yaxshi. Man Ko'ranmayatidi o'zim ko'ranmayatidi. Hey, o ishlarni qo'yib qo'yaylik. Sen haq oltin mening cho'ng oppamdan qolgan ney, momamdan qolgan deb narsani depse. Hey, sening butun avlodingni tekshirib oldim men. Sening avlodingning birasi sen oltin qolgan odam yo'q. Hammasi yalangtosh, hammasi qalanda. Sen birada kiyimim qolmaydi ulardi. Oltin deb kichik kadaxi. shu emasmi? Hay, sening oltinlaring bormi texe? Ay, sen bilan jigan chig'im necha bir oltinning gapini qilmagansan ya? Ay, burun askular yurtding'u. Öfçen kivagan kimini bir sanmaydın, purab ketdi, sesib. Sen oltining bormi texe? Men arzmaydigan odamlarga mol dunyoni ko'rsatib beraman. Mal dünya, hey! Sendek bir uxlab bilan boyab ketganlar mal dunyoning nima ishkaligini uqamsizlar? Ha? Sen aldırmaydı. Aş oltinning nadin kelganini men cho'qim aniqlab chiqaman. O oltinlar sen o'g'irlagan. To'g'rimi? Aldırmaydı. Ularni kelgini qil. Qilamiz. Nima dedim? Meni saqchilarga ma'lum qilgan sen ekansan-da. Sen meni tashlagan bo'lsang, men seni tashlab baqay. Bu yoq bo'lsa, Bir tayini yo'q adlah karg'uzimsin bo'ldi. Aras. Ularniki bir shirkati bor. Ularning shirkatidan biri ko'chib izgir bo'ladimi? Qonun bo'yicha. Tushungansiz? bo'ldi. Deganingizni tushundim. Va eng tez suratda hal qilaman. Ma'qul bo'ldi. Yasin, senin qabil advokating bor bo'ldi. Demak, yo'lvoz qanot chiqdi degan gap. Endi seni birasi tak qilib chekanmaydi, saz qilib chalanmaydi.